Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Nurud Nergashev kanalini ko'rib turganimdan xursandman. Do'stlar, muhim yangilik. 25-mart kuni 1 oylik marafonimizga start beramiz. Bu oddiy marafon emas, sovrinli marafon. Bosh sovringa begovoy doroshka qo'yilgan. Kim ko'p vazn tashlasa, o'sha kishiga begovoy doroshka beriladi. Sizni qiladigan ishingiz marafonga qo'shilishingiz kerak, menyuni, darsliklarni olishingiz kerak va boshlashingiz kerak. Qolgan ishtirokchilarga nisbatan ko'p vazn tashlasangiz, o'sha begovoy doroshka sizniki bo'ladi. Marafonimizning narxi 120 ming so'm. Do'stlar, joylar soni cheklangan. Harakat qiling shu bugundan joy egallashni va 25-mart kuni 1 oylik marafonga start beramiz. 25-aprel kuni aniqlaymiz g'olibni. O'zim dastavka qilib olib borib beraman va o'zim ustanovka qilib beraman. Siz boshqa davlatdan bo'lsangiz, begovoy doroshkani pulini sizga jo'nataman. Xohlagan davlatingizdan qo'shilsangiz bo'ladi. Begovoy doroshkani qisqacha obzor qilamiz. O'zimnikini emas, men yangi begovoy doroshka olib borib beraman sizga. Do'stlar, sovg'amiz sizga xudo xolasa xuddi mana shunaqa 3 ot kuchli begovoy doroshka hadya qilinadi. Eng ko'p vazn tashlasangiz, ya'ni marafon ishtirokchilari bilan birga harakat qilasiz. 25-mart kuni start beriladi. 1 oy ichida, ya'ni 25-aprelgacha kim ko'p vazn tashlasa, faqat maksimal chesni qilamiz. Kim ko'p vazn tashlasa, xuddi mana shunaqa begovoy doroshka. Bu endi 3 yil avval olganman. Ot kuchi hozir displey kattaroq, ya'ni sensorliklari chiqqan. Bu knopkalik. Xo'p, inshaalloh harakat qilamiz sizga sensorligini olib borib berishga. Olib borib o'zim ustanovka qilib beraman. Xo'p, bu ikkita dvigatel, bittasi lentani aylantirishga, ikkinchisi esa insline, ya'ni silindrni ko'tarishga xizmat qiladigan dvigatel. Ikkitalik bo'ladi. Ot kuchi yuqorida aytganimdek 3 ot kuchi. Xo'p, bunda qulayliklari press qiladigan tochkasi bor. Press qiladigan, keyin mana bu vibratsiya apparati, ya'ni vibratsiya qiladi. Yurib bo'lganingizdan keyin terlab turgan vaqtingizda xuddi mana shuni belingizga korsetni taqasiz. Buksadagi, qorindagi, beldagi yog'larni oladi. Mana bu ikkiga ajraladi. Ikkita yonboshingizga qo'yib mana. Ko'rdingiz? Xuddi mana shunaqa bundan ham zo'r gantellari bilan birgalikda olib borib beraman, xudo xolasa. Xo'sh, qulayliklari buni agar endi bundan ham hozir zo'rlari chiqib ketgan, 3 yil avval chiqqan bo'lsa ham smart begovoy doroshka, ya'ni aqlli. Xo'p, ya'ni yuqorida aytganimdek insline 16 darajaga yuqoriga ko'tariladi bu. Hozir Xo'p, mana 16 darajaga ko'tarildi. Mana uklon. Xuddi tepalikka qarab chiqayotganday kaloriyani sarflaysiz. Juda ham effekt beradi. 3 ot kuchlik, eng full pozitsiyasini inshaalloh eng ko'p vazn tashlaganga hadya qilaman nasib bo'lsa. Xuddi shunday mana bu yoqdan pasaytirasiz darajasini. 3 ta bo'lsangiz 3 darajaga tushadi. Hozir 16 darajada edi. 3 ga tushiramiz hozir. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz pasayib boryapti. Xuddi shunday ProSport, ya'ni Genova firmasiga savomiyasini ishlangan germanskiy. Juda ham baquvvat, zo'rni xudo xolasa bundan ham yaxshisini olib borib beraman. Faqat harakat qiling, 25-martgacha ulguring. Start 25-mart kuni bo'ladi. Ramazondan 2 kundan keyin xudo xolasa start beramiz. Inshaalloh. Ustanovkasi qanday qilamiz desangiz, o'zim olib borib, korobkadan ochib, uyingizga ustanovka qilib beraman. Vodiyda bo'lasizmi, Qoraqalpog'istonda bo'lasizmi, Xorazmda bo'lasizmi, Toshkentdamisiz, Qashqadaryodamisiz, Surxondaryodamisiz, farqi yo'q, o'zim olib borib, Jizzax, Sirdaryo hammasi 12 ta viloyatga, Qoraqalpog'istonga ham o'zim olib borib, dastavka qilib berib, xudo xolasa tantana bilan o'zim ustanovka qilib qaytaman. Sizlardan talab qilinadigan narsa marafonga qo'shilishingiz kerak va 1 oy 30 kun iroda bilan yaxshi olib borsangiz, inshaalloh hammadan ko'proq natija bo'lsa, bo'ldi. Mana shu siznikida. Xonadoningizda ko'p joyda egallamaydi. Mana shunaqa bir burchakka qo'yasiz. Mana buni juda ham yengil, bunday ko'tarib, opa-singillarimiz o'zi ham yig'ishtirib qo'ysa bo'ladi. Mana shunday shaklda. Do'stlar, mana ekraningizda ko'rib turgan raqamga Telegramdan yozasiz, marafondan joy egallaysiz. Mana shu Telegramga murojaat qilasizlar. Kommentariyada silka qoldiraman. Silkadan o'tib, silkani ustiga bosib, meni Telegramga o'tib joy egallasangiz bo'ladi marafondan.